Assalomu alaykum o'rtoq balıqchilar. O'sha kuni fan klubda gaplashganda suvni vasстановлять to'g'risida gaplashdik-ku, qaytadan tiklanish to'g'risida. Mana mana shu narsa bo'ladi-da. Mana shu narsa ko'l dam olgandan keyin bir marta achib o'zi ekandan keyin mana shu ko'lni tagidagi qatlam, kimdir qurva qasallar deydi, o'sha mana shuni qatlam deymiz biz. Mana shu narsa ko'tarilib chiqadi tabiatga. Ko'tarilib chiqqandan keyin bu narsalarni kimdir ko'lida baliq ko'p bo'lsa, baliq yeb qo'yadi. Undan tashqari shu suvni переработка bo'lgani, tagigacha toza bo'lgani, mana shu quyosh nurlari ko'lni tagiga yetib borib, o'sha gaz qatlamini qaynatib ko'tarib tashlagani bo'ladi. Mana shu narsa восстановление bo'lib, cho'kib ketgandan keyin oziqlantirish boshlanadi o'zi baliqlarda. Hozir mana ko'llarda dafnalar chiqib bo'lgan. Xudo xolasa oldinga qarab bosyapti. Mana hozir bu tayyorlab qo'ygan ko'limiz bo'ladigan bo'lsa, suvni rangiga misol uchun ahamiyat berib qaraysizlar, mana baliq yo'q hozir debdi. Ikkalovi tayyorlab qo'yilgan. Mana bu ko'llar tayyorlab qo'yilgan hozir dafnaga mavsumga. Mana bu yerda misol uchun sazan balig'imiz turibdi. Bu yerdagi ko'llar rangini qaraydigan bo'lsa, hali bu holatga kelmagan. Nimani hisobiga kelmagan? Birinchidan bu yerda baliq bor. Keyin bu ko'lga dam berilmagan. Agar bu ko'lga dam berilganda, bir oy dam olganda, mana mashinga o'xshagan shaffof suv bo'lib chiqqan bo'lardi. Hozir naglarni ikkita ko'lni yonma-yon solishtirsa ham farqiga borsa bo'ladi. Mana dam olgan ko'lni ko'rinishi suvni. Mana dam olmagan ko'lni ko'rinishi. O'shaning uchun baribir обязательно bahor paytida 1 oymi, 1,5 oymi, 2 oymi davomida ko'llarni bitta quritib bularga dam berish kerak. Bularga dam bergandan keyin bular dam olib, quyoshdan kerak bo'ladigan nurlarni oladi. Mana hozir mana shu ko'lga ahamiyat berib qarasanglar, ko'lda misol uchun sal mutliroq siteni borligini hisobiga dam olmaydigan ko'llarga quyosh nuri tagiga yetib bormaganini hisobiga ertaga yozgi kunida ozgina qiynab qo'yishi mumkin. Endi mana bu ko'lni solishtiradigan bo'lsa, dam olgan ko'l bilan dam olmagan ko'lni. Mana dam olgan ko'lda o'sha siteni ham misol uchun bilinib turibdi, chiroyli bo'lib chiqib kelyapti. Suvni teglari ko'rinib turibdi. O'sha chetlarda misol uchun dafnalar qolib ketgan fekalniy отходlarni переработка qilishni boshlagan. O'shaning uchun baribir hosildorlik bunda yaxshiroq bo'ladi bunga qaraganda. Agar bunga dam bermasa, yozgi kunida ozgina qiynab qo'yishi mumkin. Mana shu narsalarga e'tibor beringlar. Rahmat. Ikkinchidan mana shu narsa, mana shu petno bo'lib turgan narsa o'sha infuzoriy. Bu narsani dafnalar yeb, keyin fitoplankton, undan qolgan oziqlarini olib, vasстановление qilib beradi. Mana qara, ozgina o'tamiz katta. Bularning yig'ilgan joyi bo'ldi-da, bu massa yig'ilgan joyi. Mana yoqda o'sha suvning rangi boshqacha ko'rasan. Tinuvroq. O'sha tinuvroq bu yerda. Boyi bulutli bo'lib turibdi. Boyi u bulutli bo'lib turibdi. Mana shunaqa bulutli narsani ko'llar aylanib chiqadigan bo'lsang, yana qaysidir joylarda bo'lishi mumkin. O'shanaqa bulutli. Mana shu oziqa, живой massa. Mana o'sha живой massa oziqani mana shu biz aytamiz-ku, bahorda zooplanktonlar, kalavorotkalar, o'sha umurtqasizlar buni yeb переработка qilish kerak. Agar buni yeb переработка qilmasa, bu birdaniga o'zini kuchini ko'rsatadi. Bu narsani baribir dafn yeyish kerak, ukam. Agar bu narsani dafn yeb tugata olmaydigan bo'lsa, baliq ololmay qoladi maydaligini hisobiga. Baliq ololmaganini hisobiga suvda fitoplankton ham chiqa olmasdan bir qizarish, sarg'ish, shunga o'xshagan narsa paydo bo'ladi-da. Bu ko'lda baliq zamorib qo'yadi. Yara toshishiga, nimadir bo'lishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun bir marta ko'lga suv quyib olgandan keyin suvning rangi mana shunaqa qaysidir joylarda bir bulutli bo'lib bitta aynib turib, undan keyin tiklansa, tabiiy tiklansa, mana shaffof rangga yaqinlashib, fitoplanktonning rangi ham misol uchun yorqinroq bo'lib chiqib beradigan bo'lsa, o'sha boshqa narsa. Mana hozir bugun 26-chislar? 26-fevral. Mana 26-fevral bugun chorshanba, xudo xolasa chatimiz bor. Hali kechqurun agarda erinmasam, mana shu ko'lgami, boyga ko'rsatgan joyimga ham tempasiga projektor yoqib, mana hozir dafna ko'rinyapti-ku bu yerda, yorug'ligini hisobiga. Qochyapti, tagida oziqa borligini hisobiga, boyga ko'rsatgan qatlamlarim bor-ku, shularning tagida oziqlanyapti, mana bu o'tlarning tagida. Hali qorong'i tushgandan keyin ko'tariladi bular. Svet yoqqanda bu yerda qanaqa massa borligini bir ko'rsataman, xudo xolasa. Bu ham baribir ko'pchiligiga qiziq bo'ladi. Ana ko'liga kunduz kuni borib xabar oladigan odamlar ko'rinda dafna chiqmayapti deb o'ylaydi-da. Lekin aslida dafna chiqib olgan bo'lishi mumkin, u tagida bo'lishi mumkin. Yoki ko'rinmayotgan joylarda bo'lishi mumkin. Mana hozir ham misol uchun e'tibor berib qarasa, baliqchi topib olishi mumkin u narsani qarab turib. Mana e'tibor berib qaradigan bo'lsang, yugurib soya bilan salqinning o'rtasida yugurib ketyapti mana shu joylarda. Qorong'ida bu narsani prosta svet yoqsang, vijillab o'zini ko'rsatadi. O'shaning uchun baribir dafna yo'q degan xulosaga kelishdan oldin o'sha dafnani ko'rsa bo'ladigan holatda bir tekshirib olsa zo'r bo'ladi.